Har yili an'anaviy tarzda o'tkaziladigan 14-chi Milliy axborot kutubxona haftaligi butun respublika bo'ylab keng nishonlanib, turli hududlarda yoshlar ma'rifati yo'lida qator loyihalar amalga oshirilmoqda. Alisher Navoiy nomidagi Sirdaryo viloyat axborot kutubxona markazi xodimlari ham Guliston shahar Navbahor mahallasidagi 6-sonli maktabga tashrif buyurib, o'quvchilar uchun qiziqarli aksiya tadbirini tashkil qildi. 14 Milliy axborot kutubxona haftaligi doirasida yoshlar ma'naviyatini yuksaltirishga qaratilgan navbatdagi uchrashuv bo'lib o'tdi. Yurtimiz bo'ylab kitobxonlik targ'iboti kengayib borayotgan bir paytda Alisher Navoiy nomidagi Sirdaryo viloyati axborot kutubxona markazi ham mazkur haftalik doirasidagi tadbirlarni izchil davom ettirmoqda. Shu maqsadda markaz xodimlari Guliston shahar Navbahor mahallasida joylashgan 6-sonli umumta'lim maktabiga tashrif buyurib, o'quvchi yoshlar ishtirokida qiziqarli aksiya tadbirini tashkil etdi. Tadbir davomida o'quvchilar bilan birgalikda zakovat intellektual o'yinini o'tkazdi. Shuningdek, adabiyot ixlosmandlari uchun adib Abdulla Qodiriyning mashhur O'tgan kunlar asari asosida bir asar tarixi mavzusida mazmunli suhbat tashkil etdi. Uchrashuv yakunida faol ishtirok etgan kitobxon o'quvchilar Sirdaryo viloyati axborot kutubxona markazi tomonidan esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi.